Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Toshkent viloyati bolalar kutubxonasi axborot resurslari va texnologiyalari bo'limi tarafidan yaratilgan ushbu modul savol va javob dialogi tarzda tuzilgan bo'lib, tinglovchi uchun har xil mavzularda qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etadi. Assalomu alaykum Madina. Meni sizga filosofiya sohasida bir nechta savollarim bor. Menga yordam bera olasizmi? Va alaykum assalom Sardor. Ha, albatta. Qo'limdan kelganicha sizga yordam beraman. Filosofiya haqida menga qanday savollaringiz bor? Filosofiya, ya'ni falsafaning vazifasi nimalardan iborat? Falsafa eng umumiy fan, dunyoqarash shakllaridan biri bo'lib, inson faoliyati sohalaridan biri. U kishi qanday yashashi, hayot kechirish kerak, qaysi narsalar mavjud va ularning tabiati qanday, bilim nima, hamda qanday fikrlash to'g'ri ekanligini hal qilishga urinadi. Falsafa fani tarixi haqida ma'lumot bera olasizmi? Va falsafa va filosofiya so'zlari bir xil ma'noga egami? Ha, albatta. Falsafa, filosofiya insonning dunyoda tutgan o'rni va dunyoqarashining yaxlit tizimini ifodalovchi ma'naviy faoliyatining bir shakli. Milodiy 2-3 asrlarda o'tgan Yunon faylasufi Diogen Laertskiyning shohidlik berishicha, Yunon mutafakkiri Pifagor birinchi bo'lib o'zini filosof deb atagan. Bu so'z Geraklitning falsafiy ta'limotida narsalarning tabiatini tadqiq etishga nisbatan qo'llangan, tadqiqotchining o'zi esa filosof deb atalgan. Keyinchalik filosof so'zi har taraflama, keng, tushunarli va haqqoniy fikr yuritishga intiluvchi kishiga nisbatan qo'llangan. Tarixiy ma'lumotlar Yunoncha pxilosophiya so'zi arabchaga falsafa bo'lib o'tganligi, arablar bu fanni hikmat deb atashi, ruschaga filosofiya tarzida o'tganligini tasdiqlaydi. Demak, falsafa bilan filosofiya so'zlari bir xil ma'noga ega. Ha, tushunarli. Falsafaga Sokratchilar maktabi vakillari nuqtai nazaridan qarasak qanday ma'nolar kelib chiqadi? Falsafaga haqiqatga eltuvchi ta'limot sifatida yondashgan Sokratchilar maktabi vakillari nuqtai nazaridan qarasak, haqiqatga muhabbat, haqiqatni sevish degan ma'no kelib chiqadi. Falsafa haqida fan tarixi nima deydi? Falsafa haqida fan tarixida turlicha, hatto bir-biriga qarama-qarshi qarashlar mavjud. Falsafaga hamma fanlarning boshlanishi, olamning asl mohiyatini va universal qonunlarini ochuvchi fan deb yondashishdan tortib, uni o'z tadqiqot obyekti va predmetiga ega bo'lmagan mavhum va o'ta umumlashgan, inson uchun foydasiz bilimlar majmui deb hisoblovchilar ham uchraydi. Insoniyat foydalanayotgan barcha bilimlar falsafadan boshlanib, falsafiy xulosa bilan yakunlanadi. Bo'lib o'tgan suhbat sizga foydali bo'ldi degan umiddamiz. Keyingi suhbatlarda ko'rishguncha. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.